Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Menimcha boshlandi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ovoz bor deb o'ylayman qarindoshlar. Agarda kirgan qarindoshlar ovozni bor yoki yo'q deb aytsanglar, mamnun bo'lman qarindoshlar. Mush texnikal narsa biroz ishni qalamqon qilib qo'ydik, kechirsizlar. Agarda ovozim bor deb o'ylayman qarindoshlar, gapimga kiraverdim. Har qaytimliq programmaning beshida bu gapga majbur ekanmiz. Agar ovoz yo'q bo'lsa, ovozim yo'q deb qo'ysanglar bo'ladi, qarindoshlar. O'zim so'zlayman. Assalomu alaykum. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin, qarindoshlarim. Alloh qarashlaringlarni o'ngishli qilsin. İnşallah hammalarning hayotinglar ko'ngillik, xotirjam o'tayotganda inshaalloh. Oldi bilan bugun mavzuni berib qo'yganimdek, bugun biraz Afrikaning hayvonotlar dunyosiga, yovvoyi hayvonlar dunyosiga bir safar qilamiz qarindoshlar. Bundan bir hafta burun men bu Notice degan tor bekatda chiqqan xabarning uyg'urcha qilib ma'nosini tanishtirgan bo'ldim. Andan keyin bu dunyoda bir zilzila qo'zg'agan bu xabarni mazmunini uyg'urcha qarindoshlarimiz, vatandoshlarımizga uyg'urcha bir mazmunini tanishtirgan bo'ldim. Andan keyin bir hafta o'tdi orliqdan, bir hafta jimmida turgan bo'ldim. Faqat Facebookda boshqalardan kelgan inkaslarni xotira sifatida app qo'yganni hisob qilmaganda. Bugun qarindoshlar, bu o'tgan bir haftaning yog'i inglizcha dunyoda nima ish bo'ldi? Bizning hayvonotlar dunyosida nima ishlar bo'ldi? Kelgan inkaslar va mushu voqeaning taraqqiyoti to'g'riliq ba'zi bir narsalardan xabardor qilmoqchi qarindoshlarni. Ya'ni ba'zi bir hayron qolarlik inkaslar qarta ba'zi bir kommentlarni o'tirib qo'ymay, ba'zi bir yani turkchansa yorum yapaman qarindoshlar. Oldi bilan birinchisi, oldin qaytib men chiqqandan keyin, ekranga chiqib tushgandan keyin bo'lgan narsa, bu hozir ko'nrab qoldi, ammo o'tgan haftaga bir qarab chiqamiz. Birinchisi, Dolqin Isa e'tirof qildi. Yani Dolqin Isa bir tane bayonot verdi ve bayonotida bo'lgan ishni e'tirof qildi. E'tirof degan so'zni tushunasizlarmi? Qarindoshlar, bu mo'lqa ko'tirdi Allah. E'tirof qilib bo'ldi ishni. Bo'libmi? Bergen bayonotidagi bir cümle, yani yani ben bu kadar nachar bir performans, yani bu kadar nachar inkas kutmagandim, ama hem işini berbat qildi. Yani asosiy jihatdan bir to'qay quruq gaplar, yani davomida bandaq, ama bir cümle mushu nima uchun mushu voqea yuz berdi, nima uchun bo'ldi mushu ish deganga qarata bir cümlede tushundirish beribdi. Tushundirish bergan cümle şu: Dünya Uyghur Qurultayidagi xizmat besimi nihoyatda eg'ir bo'lganligi uchun bu besim sababli xato qarorlarni berib qo'yaman va bu bergan xato qarorim boshqalarni bearam qilgan bo'lsa, men buningdan kechirim so'rayman dedi. Yani bu gapning uyg'urchasi shu. Mening Dünya Uyghur Qurultayidagi vazifam bek eg'ir, besim bek eg'ir. Men besimga chidamagan vaqtimda kichik qizlarga xat yozib, ularni so'yvog'im kelib kutadi degan gap. Yani men bir teşkilatning beshidagi adamdan bundaq bir bayonot kutmagan. Yani men xato qildim. Asli ishning yo'li nima? Asli bayonot qanday bo'lishi kerak? Hech kimga zarar vermay bu ishni tugatishning yo'li qaysi? Men xato qildim. Bu xatolik mas'uliyatimga men o'zim ega. Mening tashkilotim bilan bu ishning aloqasi yo'q. Mening millatim bilan aloqasi yo'q. Davarimiz bilan aloqasi yo'q. Men istifa berdim deyish kerak. Bu vaqtida ne o'zining tashkiloti bu ishga uchraydi, bu ishda zina bo'ladi, ne umumiy Uyg'urning markasi, Uyg'ur degan ism bu ishga uchraydi, o'ziga elibla o'tish kerak. Ammo meni yana 3 oy vaqtim qolganda men o'tiratdim, men to'g'ri tushundinglar. Menga besim kelib ketgan vaqtida, shu xizmatning besimiga chidamagan vaqtimda men kichik qizlarga bunday xat yozib, so'yvog'im kelib ketdi degandeklar bayonot beribdi. Bu bir berbat yani. Ikkinchisi,
teşkilatının yani Münafıklar Kurultayı'nın bayanatı ikinci berbat. Yani bunda iş çıkan vaxtıda bir teşkilatның deydigini şu. Bu adam bir yoki ikki adamning xatolig'i bizning tashkilotga vakillik qilmaydi. Bizning millatimizga vakillik qilmaydi. Shuning uchun bu ikki odamni bizdan ayrildi va biz yo'limizga davom qilib mangamiz. Bizning millatimiz va bizning tashkilotimiz bundaq ishlarni qabul qilmaydigan tashkilot va millat desa tugaydi. Ammo bu munofiqlar qurultayining bayonoti al reisininkiden mi berbat. Yani bular nim depti? Aslında yani biz bu vakadan keyin teşkilatımızdaki acizliklarni loophole işiltip hatta. Teşkilatımızdaki qora tüşüklerini körüp çıktık. Aslında üstügüçe sistemini bırak onşayımız depti. Yani bu bir dolgu deysadı ya Nuri Türkiye'nin işi emez. Biz aslında üstügüçe hemimiz şapak. Bunda mesele emiyedi ba biz bunu onşayımız dep bayanat örüptü. Yani Mao bazı kötürdüğalla kurultayını jıktiş, etet petet deydi o. O kurultayını jıktımız desek zaten töşelin aldı jıkt bulduk. O silahın hiyalınlarda yani videola fakat ablikim mi o yani? Başkası yok mu yani? He? Bombedi, Cilil, Tohtuma, Yoronkaş, yani bizde Dolkon, cık ondak nesile. Biz bu teşkilatını jıktımız desek bir torba işlep, torba çıkarıp koysak bugünkü günde bu teşkilatın yok zaten. Ama bizden məqsədimiz o emas. Bizden məqsədimiz ıslah olsun degan tutuşum. Ama bu berbat bayanatlar bilen özаңlarını özаңlar jıqtıpsızlar, çökürüpsizlar. Bu ikisinin bayanatı. Ondan keyin UAA bayanatı örüptü Amerika'daki. Ular depti, biz bunday işlarni qabul qilmaymiz. Mustaqil tekshirish talab qilamiz. Yani Julia Millsap degan qizning gapi qaragan vaqtimizda 2021 yilda ya tekshirib aytib ekansiz-ku Umar Qanat. Besivilibdi u ishni. Hozir yana tekshir, yana mustaqil tekshir, yana 5 yil tekshirish talab qilamsizlar. Ya mala istifa berish kerak, biz buni qabul qilmaymiz deb bayonot bera oladigan birmi tashkilot yo'qmi aranglarda? Ondan keyin yana bir qiziqi Avustralya'daki Temirtağ Ayollar Birleşmesi Ayollar nimesi olsa bular bayanat beripti. Bularning bayanatı şu. Bunda işlarni qattiq ayıplaymiz. Bunda işlarga yo'l qo'ymaymiz. Yani biz ayollar nimesi bo'lg'achqa bunda ayollarga bundaq muomalani biz hergiz qabul qilmaymiz deb. Yani İngilizce bayanatda bular istifa berish kerakni yozmaganini hisob qilmaganda eng yaxshi bayanat bularning. Ama İngilizce'de bununla yo'l qo'ymaymiz. Biz bunda işlerini qattiq ayıplaymiz. Biz ayollar taraf tuturmiz deganlar Uyg'urcha mesajlarni podak ko'tarmoqda. İngilizce'de anda degan bo'lsanglar, Uyg'urchada mu shundaq deb turinglar. Chunki chet elliklar Uyg'urcha anglarni o'qiy oladi. Ham buning deganligi burun İngilizce'de avtonomiya deydi. Uyg'urchada mustaqillik deydi. Bundan keyin İngilizce'de qattiq ayıplaymiz, Uyg'urchada podak ko'taramiz deb yana ikki xil ma'nodan bir narsa chiqibdi yani. Uyg'urchada bilanglar qattiq ayıplaymiz Dolqin Aysani, Nuri Turkiyanni deb. İngilizcega o'xshash danglar. Ammo İngilizce tekstda Temirtağ ayollarning birlashmasining teksti ma solchilarning ishidagi eng yaxshi tekst deb qarasa bo'ladi menimcha. Andaki 5-si feministlarning bayoni. Men degandim, meydan sizlarninki feministlar ilinglar degandim. Bu ishni oldiga mang'uzinglar degandim. Ammo bu bizning feministlarning mesela Fransiyada o'zini feminist deydiganning bayonoti shu. Uyg'ur ayolları, barliq Uyg'ur ayolları hammasi eng azda bir qitim bosqinchilikqa yoki jinsiy parakandachilikka uchrabdi. Ammo kultur sababdan gaqilanmaydi ekan bular. Yani şu feminist degan Dilnur sizmi bosqinchilikka uchradingizmi? Sizmi parakandachilikka uchrab diyanmidingizmi? Ya diyanmagan bo'lsangiz feministligingiz yolg'on. Bosqinchilikka uchirmagan bo'lsangiz bu gapingiz yolg'on. Yani bu muşu mu yani bizning feministlarning avvali? Berbat. Yana birisi var. Men burun bunu o'qigan bir diplomi var bir ijtimoiy huquq odam deb yuribdi ekan, bu qip-qizil saran xotinlarni biz ziyoli deb yuribdik. Yana birisi debdi Maryam Sultan degani. Jinsiy parakandachilik silish ayollarga yilda necha ming qitim bo'lib turdi ekan. Shuning uchun o'zining yutqi bo'lgan Dolqin Aysani endi turdi ekan.
Onundan keyin bu bir Xitoyning o'yini ekan. Ey, Dolqin Aysa e'tirof qilib bo'ldi. Men xizmat besimi eg'ir kelganda qizlarga shafaqchilik qilaman deb bayonot berib bo'ldi. Yana Xitoyning o'yini degan nima degan gap bu? Ya'ni mandaq ko'tarmaysizlar. Bundan keyin bizning rais bek yerib ketibdi-ka. Besim eg'ir kelib ketibdi-ka. Besim eg'ir kelganda mushta yezib qo'ydi bizning rais deb, ya'ni mandaq ko'tarish aqmaganda mandaqni sinab baqsizlar. Maryam Sulton mandaqni. Tamam? O'zgartib. Yana Xitoyning o'yin degan nim degan gap u e'tirof qilib bo'lsa o'zi. Uningdan keyin men o'zimning jutlug'imning yenida turman, ya'ni bir jutluq bo'lgan buning yenida turdi ekan. Türkiye'de ayollarga cinsi parakendişlik olganda nima ishga qarshi turganlar Turkiyadagilar qilgan. Ular xotellik o'g'ashga qarshi turganmi? Ya xotellikli cinsi parakendişlik qilsa o askara qilamdiki ular. Aqso'liqli yaxshiroq qilamdiki. Mushumi gapmi? Ya bu doktorlik unvoni va doktorlik o'qidim deydigan odamlarning gapimi shu? Qip qizil saran kanslarni, qip qizil. Ixroq bo'ldi Dolqin Aysa, yana Xitoyning o'yini nima Allah. Ya xotellik şapaqlar, eski şapaq, aqso'liq şapaqlar, yaxshi şapaq deb yemi shuar chiqaringlar buni dekin. Endi kelayli yana bir bayonot. Bizning Amerikadagi bizning Xitoy Shayxul Islom Shofo, esanladimi Shofo islomiy qozixondan birini ichib, shariat mahkamasidan birini ichib, bunday ishlarga 4 tane shohid kerak degandi birinchi kuni. Hozir qarsak e'tirof qilibdi bu ishlarning rostligini. Qaraganda Shofo Nuri Türkel bilan Julian Millsap ishini qilayotgan vaqtda qarab turgan 4 odamni topgan o'xshaydi. Hozir 4 shohid aniqda buni ishinibdi endi. Bu Shofodan. Ondan keyin o'limalar bizning o'lima emas, aslida o'lima degan to'g'ri gapga rostdan desam men hayron qoldim. Ya bu o'limalarga mening bundagi deydigan gapim yo'q. Faqat qarindoshlar, Sharq Turkistonlik qarindoshlar, agar to'g'ri ko'rsanglar, bu duani bu o'limalar qilayvermisin. Bizmi musulmon bo'lgan keyin bir qitim duani biz qilaylik xohlasanlar. Şu duarımızla başlayımız qarindoshlar, oxirida chin amin deb taslar juma. Allohim mushu o'limalar birligining ichidagi barliq a'zosining qizivalarining qiziga, qizi yo'qlarining hadis singlisiga, shu Nuri Türkel bilan Dolqin Aysa kichik qizlari qaysi kunni ko'rsatgan bo'lsa, Turkiyada bir yerib ketgan, charchab ketgan bir dernek boshlig'i yo bir partiyaning boshlig'ining mushularning qizi bilan singlisiga o'xshash kunni ko'rsatishini nisb qilgaysa Allohim. Amin. Hammanglar amin deyaptinglar qarindoshlar, o'lmalarga gapimiz tugadi. Endi yana bir top, yana bir jamiyat kim o deganda bizning rostdan desam Sharq Turkistonliklar bular biz indigenous devjusi men qapib yurib ekanman. Amaliyotda bizning bir 3'te 1 noposimiz rast indigenouska qarindoshlar. Rast. Bular de madaniyatga o'tmabdi. Bular shu yerim yalang'och yerda qopdi. Masalan, bundaq bo'lsa nim bo'pti deganlarni ko'rdim men. Ya'ni bir qizga 53 yoshlik bir adam to'y qilgan bolasi var, bir tashkilotning beshi 22 yoshlik, o'zidan 31 yosh kichik bir qizga seni ko'rgim kelib ketdi, seni ko'rmasam uxlayolmayman, seni so'yvag'im kelib ketdi desa, nim bo'pti degan hayvonlarni ko'rdik. Nim bo'ldig'ini masalan deb beray, madaniyatga o'tish darsi, madaniy jamiyatga o'tish dars 1. Sizlarga dars o'tib beray bugun. Bizden indigenouslukdan texnik insanlar medeniyetiga qo'shlanmagan yerim hayvonlar. Medeni cemiyette 53 yoshlik bir xotin va bolasi va bir adam 20 necha yoshlik o'zining qo'l ostida ishligili kelgan bir qiz bolga seni so'yvag'im kelib ketdi desa, turma degan bir yer var. Ikki qo'ltig'idan ko'tarib turmaga kirib qo'ydi. O turmada yo'g'on qartalliklar var. Bu nim bo'lib kiribdi ekan desa, kichik qizlarni so'ygisi kelib ketib kiribdi ekan deganni bilsa, o Dolqin Aysa'nı hayatının ahirgicha türmede bol so'yab qo'ydi o qartalliklar. Tushundinglarmi? Madaniy dunyoda nima ish bo'lganini bildinglarmi? Bunday chiqsa, bo'laveramdiki, ya'ni nima ish bo'lganini bilgansizlar. Shuna insonlar madaniyatiga xush keldinglar. Yerim hayvon indigenourslar, ma dunyoga moslashishni o'rganinglar. Sizlarning qabilanglar emas, bu g'arb dunyosi bo'libmi? Ondan keyin
Biz o'zimizning bayonotini berdik inglizcha ve Tumar Salmas Hanım çıkıp e, nimalarni bildirdi, bizning maydonimizni bildirdi ve agar yana mushunda ziyonkashlik uchirgan Uyg'ur qizlar bo'lsa, mushu ikki tarafidan biz bilan aloqa qilishinglar, sud ishinglarga biz mas'ul, pulini biz chiqiramiz ve sizlarning mushu ishinglarda yeninglarda turimiz dedi. Degandan bizning feministlar chiqib ketdi. Chiqib, voy bular feminist bo'lyapti. Bugungi kunda yana mushu kunga uchirganlar bormi deganlarni yenida tursizlar feminist bo'lsanglar. Yoki bo'lmasa bizmi mushunda qilamiz kelinglar deysizlar. Unda demay u yoq bu yoq ya'ni bu dedim-ku men advokatning podog'ining tagida qolgan ishinglar bo'lsa sizlar o'zinglar feminist demanglar degandim. Bugundan boshlab bu Delnur, Maryam Sulton o bu ayollar huquqi atat patat boshqa yeringlarni demaydi, ko'zinglarning chapqini etinglar juma buni deganda qo'rqyapman qilmaysizlar. Qaldinglar imtihondan hammalar. Biz bu narsani bergandan keyin 30 necha ming qitim ko'rilibdi Tumars xonimning videosi. Hatta şu qizlardan mı xabarlar kelib rahmat bunda ne qilayotganinglarni bilmabdik degan fikrlar keldi. Ama bizden his qilinmaganimiz, tamam soldagilar ma'la u Nuriy Turkanning podog'ining tagida qolgan yolg'on feministlar tamam bular chiqansin, tamam da. Eski tamdan o'sha o'qibgandek Salih Xudoyor chiqibdi. Bayonoti shu. Bu ishda tashkilotlar ishonmanglar. FBI'ning hotlinesiga telefon qilinglar degan shaklda. Bu birincisi. Eğer biz bu muhaciratda Sharqiy Turkistonlikning ishindigan bir mi tashkiloti qilmagan bo'lsa, zaten hammamiz ishini to'xtataylik. Tugabdiq zaten undan sonra. Qilmayli bu ishni. Nim degan gap o? Hech qanday tashkilot ishonmanglar deganmi gapmi? Yani bu chet elda bu dunyoda biz Salih ve yendiki 5 adamdan boshqa hamma adam ishonsizmi? Voy her vatanperver balları var bu milletin tekiye kızları var, oğulları var dünyada hem yerde. Amerika'dan tut Kanada, Avrupa, Türkiye, Japonya, Avustralya, Yeni Zelandiya hem yerde var o vatanperver işleştik ballar. Ne diyen gap bu? Teşkilatlar işlenmengler diyen. Biz kılanmayız. Bizning teşkilatımızdan vakti yok. Yakımız bizning teşkilatımızda bundan mülazimet yok. Şunun için biz kılanmayız, başkalarını izlenler dese düşünme. Ama hech qanday Sharq Turkiston tashkiloti ishonmanglar degan bir gapmi? Ondan keyin ikkinchisi nimaga ya'ni bugungi aldi birinchisini tugdi bugungi kunlikda mushunda vaqtda mushunda kunga uchirganlar bizni izdanglar deyanmagan bir tashkilot Sharq Turkistonlikning tashkiloti bo'lamdi. O'zinash xalqning tashkiloti demdi ya'ni. Ularning beshi başka vaqtida bizga pul yağını qilinglar, bizni qo'llanglar, namoyish qilinglar, bilet tashlanglar deymiz. U qizlarning beshiq bir kun tushgan vaqtida bizni izlamay FBI'ga telefon qilinglar desang, sen Sharq Turkistonlikning tashkiloti bo'lamsan. İyi chiqmamsa xalqning egi chiqadigan vaqtida. Tamam egi chiqamiding, undan qo'yib boshqalar egi chiqsin, chiqalaydiganlar. Andiki yana bir mantiqsiz narsa nima? FBI'ga telefon qilib, ya hotline'ga telefon qilib jinsiy parakanchilik saldi, bana Uyg'urcha bildiğin Amerikalıktan beni tepkiranlar desi boludu. Telefonda şu ben jinsiy parakanchilik uçurdum, bana Uyg'urcha bildiğin Amerikalıkni tepkiranlar degan gapni qaysi tilda deydi? Uyg'urcha demda, inglizchami? Agar inglizcha deydigan bo'lsa, demak til ketilgan bu yana. Uni mi deyamiz shu qizlar, qana qildi? Onun ikkinchisi FBI'ning hozir torbetida tekshirishga yetishmayotgan, ulgurmayotgan yig'ilib qolgan jinsiy parakanchilik masalasidan qanchasi va delosidan qanchasi va ko'rib baqdinglarmi? 140 mingdan ortiq. 140 mingdan ortiq delo turdi. Shuning uchun bunda agarda bugun FBI'ning hotlinesiga telefon qilib, menga jinsiy parakanchilik uchirgandan menga Uyg'urcha bildigan FBI'ning adimi kerak desa, balkim tekshirishni 10 yildan keyin boshlashi mumkin, o'chirib kelishi mumkin hozirgi u nimada. Şuna hazır bir yerde bir high profile, çoğun bir adamlar münasebetlik diyorlar bu andaki tekşüreş. Şu adam meni manda qilganti depla, bu ücretni anasını kütmeyle ayaga açketkili buludu. Şuna onunla bir teşkilatla yardım kısa buludu. Sizler eğer kılamısanlar ya vaxtınız yetmese ya komisi
Nimalar bo'lmasa, bunda mulozimatlarni qilmasa aslarning tashkilot. Masalan, biz ko'chmanlar ishini qilmaymiz. Bizning tashkilotimiz ma'davlatdan adolatga adam yo'tkazgan ishni qilmaymiz. Ammo bunda sot ishlarini qilamiz biz. Agarda sizlar bu sot ishlarini qilmaydigan bo'lsanglar, biz qilolmaymiz deb o'tkazib yutinglar, boshqalar qilsin. Biz qilamiz. Biz Bilal İbrahim'ning ishini qanday qilgan bo'lsak, shu Amerikadagi yosh, cho'ng, kichik fidokorlar, fidoyilar imzolarni to'plagan. Shu qarindoshlarimiz moslashib biz bilan qanday qilgan bo'lsa, Bilal İbrahimni malaning qiltiqidan qutqizadigan ishni, sotdan qanday Bilal İbrahimni qutqizib chiqargan bo'lsak, hammamiz birlikda qanday chiqargan bo'lsak, Bilal İbrahimni yana chiqaramiz. Maoshni qila olamiz, shu ishga uchragan qizlarning ishini biz qila olamiz. Shunga qilolmasanglar, hammadan qilolmaydi demanglar, biz qila olamiz. Bu aniq bo'lsin. Undan keyin eng yangilik bugun bu ish endi xalqaro medialar tarqashga boshladi, Hindistonning medialari chiqishga boshladi. Buning bilan tunji narsa Nuri Turkal yoki Nuri Shapaq iste'fo berdi. Iste'fosi keldi, hozir uning o'rniga boshqa odamni qo'ydi. Hatto mening anglagan g'ayriy rasmiy kanallardan anglashimcha Uyg'ur Human Rights Project mush qilayotgan mush Nuri Turkal beshidagi bütün projektni to'xtatishni so'zlashibdi o'ynaydi. Hammasi kesaydi. Uni hammasi kesmanglar. Beshidagi odamlarni mundaq nima qilaydi deb, ya'ni men anglagan g'ayriy rasmiy kanallardan anglagan narsalar asosa bütün Human Rights Project'ini biroq to'xtatishni munozara qilgan gap. Ya'ni bu unda kichik masala emas dedim bu. Shunga bugun Nuri Turkal, ya'ni Nuri Shapaq Uyghur Human Rights Project'dagi ishdan iste'fo berdi. Sababi shu, hozirgi sabab shu. Code of Conduct oldu bu da ishlar. Ya'ni bir yerda ishlayotgan odam o'zining qo'l ostidagi qiz bilan jinsiy munosabatga kirsa, u iste'fo uni chiqarib o'tadi u yer. Ammo bu yetarli emas. Hozir bu iste'fo bilan tugamaydi u. Agar yana mayli 2 yilning ishida Dolqin Aysa olsun, bu Nuri Shapaq olsun, 2 ya 3 qiz maydonga chiqib, Amerikadagilar bilisizlar bu ishlarni. 2 ya 3 qiz maydonga chiqib bizni izdanglar. Bilal İbrahimning ishi qanday aralashgan bo'lsak, shunda aralashimiz. Hozir 2 yoki 3 qiz maydonga chiqib bizga mushunda qilgan jinsiy parakandachilik sog'an, uya buyorimizda tutgan yoki bizga kashni xat yozib gaqilib turgan desanglar, bizni izdanglar. Bu iste'foning oxirisi turma bo'ladi. Biz ayollarning huquqini qo'g'daymiz deganda buni da'vatimiz. Tushundinglarmi? Ayliqi chalo qilib olgan qo'ng'altaq yog'an feministlar biz u turk qiz bilan Juliyanikini qo'g'daymiz da'vatmaymiz. Shapaqning chiqilgan boshqa qizlar olsa, chiqinglar biz qo'g'daymiz da'vatimiz. Pulini mi götürümüz da'vatimiz. Shunga ko'zoynaklaringni yaxshi taqab, quloqliklaringni yaxshi taqab, quloqlaringni yo'g'a ichib, ko'zingni bek yo'g'a ochmaysizlar, hicham barcha ichib, to'g'ri ko'rib, to'g'ri anglab, undan keyin gapilinglar. Tamam? Va biz buni qilamiz qarindoshlar. Qanday turgan bo'lsak Bilalning keynida shu ishda bu qitimni shunda turamiz yininglarda. Va sotlashib xotirjam bo'linglar, biz unda asan mag'lub bo'lmaymiz bu sot ishida. Hozirgacha mag'lub bo'lib baxmadim shaxsan men aralashqa hech qanday sot ishida. Shuning uchun qarindoshlarim, yana shu bayonotimizni boshqa atibimizning deganini men ta'kidlayman. Qizlar, Amerikadagi Uyg'ur qizlar, qo'lingizda bo'lsin, 2 ya 3 tane qiz bilan maydonga chiqsanglar, bu qiliqsizlarning, bu hayvonlar bog'chisidagi bir qiz bola o'zining oldiga meni siyosiy panoligimni qilib bersangiz deb kelsa, uni yotoqqa taklif qilgan bu sharafsizlikni shu yiltizidan kesib o'tamiz bu o'smini. 2 ya 3 qiz maydonga chiqishinglar kerak. Maydonga chiqishinglar deganimiz hozir isminglar kerak emas. Isminglar bilan o mediaga haylaydigan qiz, uning haylaydigan adam ikkinchi qismini yozish kerak bu xabardan. Yana odamlar chiqdi. Yana jiq odamlarga mushtaqibdika deb davomlashish kerak. Ondan keyin ismlarni yozmaydi, hozir yozishning hojati yo'q, ammo sotda balkim sizlarmi 100 turadi sotga chiqmaysizlar, chunki bunda jinsiy parakandachilik, bosqinchilik deganda ayollarning ro'yi kayfiyatini o'lishini
O'zinglar chiqmasanlarmi advokat tutib bu narsa chiqish kerak, davomlashish kerak. Bu yerda to'xtab qolmaydi. Bu yalnız bunun istifa yetmeydi. Eğer rast müşteri işler olsa bunun bedelini töleş gerek. Yani Amerika'da bir kartellikle Nuri Türkan'ı bir hayatının ahirine bir söyleyip koyuş gerek yetkidek. Şuna biz yininglarda kayrandaşlar, hanım kızlar, unutmalar. Kileyli bu nesile tügdi. On taraf bunun kanda meydan bildirdi. Bunu görüp otasak. Bu sol taraftaki bu kalvalar belgen sarangdek bayanatlar bilen Adolqın Aysa degan kalvanın men bisim chidimiga vaqtimda buncha mushtaishlarni qilib qo'yma degan sarangdek bayonotlar bilan o'zining putugi o'zi etib, o'zining tashkilotini o'zi yiqitadigan yerga akab qo'ygan vaqtida Nimbos qo'shilisizlar qarindoshlar, Nimbosa. Hukumatning, ya'ni bu surgunlik hukumatning biz 4-5 yillik yog'i sosyal medyada olsun, yozmachi olsun, eg'izcha olsun, hamma yerda biz qanchalik muhimligini, uni qo'llashimizning, uni yeni turishimizning qanchalik kerakligini to'xtamay so'zlab kelayotgan. Bir qitim biz negativ gapib baxmagan haqida. Hukumatning tashqi ishlar ministeri chiqib, Tumaris Almas Xitoyning konsuliga kirgan degan narsani taqassi bo'ladi. Ya'ni mening birinchi inkasim shu. Sizlar sahmo ya sarangmo? Birinchi savol. İkinci sual, sizin bir yani bu çidimay hasettin kıldı deb oyladım ben bunu. Ama yeni bir ihtimallik bu sol taraftakiler lınışıp ketip kalsa ya bir yere takışıp kalsa bir yöleydiğin bir vazifanı yoktu sizin he. Muşu vaxtıda kıldığı iş mi muşu? Muşu vaxtıda. Ondan ki Tumaris o yerga kiripti, anda qipti, manda qipti. Hey o kirginidan bizning hammamizdan xabar var kirgan vaqtida. Amerika'nın devletlik aşında, bexatarlik aşında yerlerinin dadısıda işleydiğinden birisi. Manda qilib, mana sen jüvetmesen, hükümet organı işleyemeyse digeşke kirgenden sen o. Kirgendim o, Xitaylı bilan uruş qili. Yani Xitay o pasportun cancel qilib o'tamisin o. Mana mala qılanmaydı ki deb oş ovozni elib, Amerika hükümetiga belgili kirgenden sen o. Şunun başdan ayak video tartib, ovozlarini hep chiqqanini ko'rgansizlar. Apırıp bunu Amerika'nın hükümetiga berdi. Mana mala juyanmaydı ki mening pasportumni şunun uchun hukumatga oson ishlay olmasanlar. Men unda qo'sh kirajdarlikni juyanmaydi ekan deb apirib bergandan keyin oldi xizmatga. Buning nimasi bor? Yana bir narsani unutmanglar, hukumatning xodimlari, ministrlar Tumaris Almas u yerga Xitoyning konsuliga Xitoy bilan so'qash qilib kiribdi. Dadi bola viza iltimos qilib kirmabdi vatangorimiz debchimi? Bu yana qo'ysin. Hamda ikkinchisi qaranglar, surgunlik hukumatdagi qarindoshlarim. Biz hozirgacha sabr qildik. 1 oldi, 2 oldi, 3 oldi, 4 oldi, not evatib qo'ydik hozirgacha. Endi bizmi bunda aldığı desteğe biz 26 yıllarını saklab nəhayət sabır bilan turyapmiz. Amma bir ikki qiz gap qilishga majbur qilib qo'ydinglar bizni. Men sizlarga bir narsani deb qo'yay. Qaranglar. Biz Amerika bağa vaqtimda ben aslida ya'ni shu narsani qo'ysin. Men Amerikaga berishdan 20 kun burun surgunlik hukumat bilan aloqa qilishni boshladik biz. Bag'ani ko'rishaylik. Ama görüş bulmadı, onun sebebini aldığımızda çıkadı. Çıkan mı dücüme aldığımızda. Belki yakında. Çıkarıp koyumuzdu sebebini. Aslında sizlerde bir azraq vatanperverlik degan narsa bo'lsa çok erindaşlar. Ahlinglar olsa siyasetni bilisizlarmi belki yamansizlar. Bilsanglarchi. Birincisi biz bağa vaqtimizda Kanadadan keldi mimarlar Ruqiya Turush xonim bilan olib. Men Tumaris xonim, Ruqiya Turush xonim aldım Amerika'dan, aldım Kanada'dan keyin. Töötümüzдің resmini çıkarıp koyduk. Abi beşida bir boş orunduk var dikkat kısanlar, beşi boş. Eşede abi hükümetin ve halkı ümit beriyotgan adimi aş orundukta o'tirish kerak diye aklınlı olsa. Şu tööt emas, şu yerde 5 adam bo'lgan bo'lsa, bu milletga ruh kiratdi, ruh. İkincisi, Amerika'daki cemaat bilan faoliyat qilamiz dedik. Eşede ben Amanullah Qashqari qarinishimiz Tumaris Almas xonim o'tadi. Ahlinglar bo'lsa,
aşağıda 4. adam sizlardan birisi o'tirishi kerakdi, aqlingli bo'lsa. Uningdan keyin Kanadaga bordik, Kanadadagi qarindoshlar bilan. Enver qarindoshimiz Kanada Sharq Turkiston Federatsiyasining İbrahim Qarim Uyg'ur masjidining Sharq Turkiston yoshlar qurultayidan men va Tumaris Almas xonim 4'ümüz o'tladik. Sizlarda aql bo'lsa, Amerikadan Kanadaga biz bilan birga berib, shu 4'ni 5 qilib o'tirtinglar. Tushuninglarmi? Biz u yerga hech qanday yerga biz sizlar bilan beslashgili, sizlar bilan huquq tatbiqli bormagan. Biz ma o'ng tarafga azroq umid beraylik. O'ng tarafni bir ruh kirsin, hamkorlashaylik, bir-birimiz bilan ustalda o'tiraylik deb borgan. Ama qilolmadinglar. Onun sebebini nima ish qilolmadinglarni va qanday o'g'inni 26-iyslab kuni so'zlashimiz shu yerda ko'rsizlar. Ma'lum. Hukumatga bu ishdan xabar yo'q qarindoshlar deyapti. Shunga men da'vatimga oldingi qitim so'zlagandim dedim, uning oldidimi dedim. Aqli selimga chaqirma qarindoshlar. Bu hasad qiladigan, mening men naq maydon qilsam 10 odam ko'rdi, aninkini 2000 ko'ribdi. Yakumsa men Amerikada namoyish qilsam 15 odam keldi, aninkiga 100 odam beribdi. Bunda xushaq hisoblarni qilmaymiz qarindoshlar biz. Qilmaymiz. Bunda xushaq narsalarni tashlab o'tsizlar. Ya biz kirib bir huquq tatbiqlashmi niyatimiz yo'q. Sharq Turkiston sürgünlük hükümetinden işçi kirib minister buluş xiyalimiz yo'q, unda planimiz bu yo'q hech qaysimizdan. Bo'lsak sharafsiz kirib shu Sharq Turkiston sürgünlük hükümetinden bir minister bo'lsak sharafsiz kedanglar bizni. Unda niyatimiz yo'q bizdan. Bizning niyatimiz uni meşrulashtirish, xalqqa e'tirof qilg'izish. Ondan keyin shu ministerlar chiqib o'tirib, meninglar hech qanday fikrimiz yo'q. Ammo hozirgi ahvolidan kuchlanish kerak, meşrulash kerak. Biz buni kuchaytiramiz. Bizden kızgınıdığan, yakımızı, bunda olan ki adam hiç qanday iş yok mu? Onda niyet mi yok bizde, onda plan mı yok? Küllerinin bir de sildim, ministerlik talış bunda kısak biz şerefsiz. Hazır ildep koyayım gapni. Ensirmanla onda uşak işledin. Bizden hiyalimiz, bizden kallımız, onundan jirahni, onundan kendini görünglik, onu çekişlerine kızıkmayımız biz. Şu bu dersini kosun. Ondan keyin torda biz yağan hesaplarının hemini bilimiz qarindoshlar. Hükümetin işçilikisi olsun, teşelikisi olsun, münafıklı taraftikisi olsun, mayaktikisi olsun hemini bilimiz. Kimden kimligini. Şunun için yağan hesap bilen bir nimalarni qilib avarmay 26-yslab birga kilimiz dedik, birga kileyli. Yepxiyada so'zlashayli. Yepxiyada hamma gapni ochiq-ochiq deyishayli, hurmat qilgan asosda. Ma xalqimizga bir umid beraylik. Xalqimiz bir ko'rsin. Yani 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 8. qitimda cevap qaytaryapmiz. Biz oldin qitim 7 qitim ishimiz güçlü etdik. Bunda bo'lmaydi. Men hatto sizlarning ministerlaringizga bir topda men deb qo'ydim. Ikki tashkilotning o'rtasidagi munosabat, hurmat. Ba tavuqim, yan tavuqim, yanmasam sun tavuqim bo'ladi, unutmanglar. Hurmat degan o'zaro bo'ladi. Bir tarafga hurmat qilsa, yana bir taraf hurmat qilmasa, u davomlashmaydi. Eğer de biz hazırgıca Sharq Turkiston sürgünlük hükümeti muhim malani qiliyotgan ishimandaq da bugünküçe bir yig'iz salbiyga qilmay kelgan bo'lsak, bu qanday sizlarga xushomat qilayli deb emas. Ma millatni, ma xalqni umid berayli, meyadan bir birlik chiqsin. Soldagi munofiqlarga qarshi bir alternativ yaratilsin deb qilyapmiz. Bir xushomat qilgan niyatimiz yo'q bo'lmasa, bu narsalar aniq bo'lsin. Bağan tavaq yanmasa, sunu da o tavaq. Bu narsa bek aniq olsun qarindoshlar, juma. Yani bizning har qanday birsimiz to'g'risida yolg'on hisob bilan u yer bu yerga izovat qilinglar, yana bir narsani biz hammamiz bir. Tushuninglarmi? Tumar Salmas xonim bo'lamdi, men bo'lamdi, va Elshad Islom bo'lamdi, Amanulloh Qashqir bo'lamdi, Gulzira Tashmamat bo'lamdi, ya bizning tashkilotga har qanday bir odam bilan bir jidalga bir ishga kirsanglar, biz hammamiz bir. Amanullah'ның işiga kirgan Amerikadagi Doshqal Ilyar degan Araqkesh. Doshqalning ishini ko'rganda biz hammamiz bir. Hech qandaq bir a'zorimizni yoki hech qandaq bir nimamizni biz yolg'iz tashlab qo'ymaymiz hech kimning oldiga. Buni yaxshi bilinglar. Shuning uchun biroz aqlinglarni, kallanglarni to'planglar qarindoshlar, aqli selim bo'linglar. Bu sosyal medyada u yerda yepiq, ochiq, yana bir nima
namsız hesaplarla kalgan nəslərini takip qılmaqlar. 26-cıslar görüşüp şeyde söz çıdığan gapni. Tamam, sabırның çeki var. Bizning uslubimizni o'zgartgandik, nima ishlarni, qanday uslublarni ishlatadiganimizni 7 yilni yo'q ko'rayotgansizlar munofiqlar bilan bo'lgan munosabatimizda. Tamam? Do'stligimizning qimmati olsun. Do'stligimiz qanchalik shirin, qanchalik yumshoq bo'lsa, bizning raqibligimizmi shunchalik shiddatli, shunchalik qattiq, unutmanglar qarindoshlar, juma. Shunga o'ng taraf uchun, xalq uchun, millat uchun, vatan uchun tushak hisobotlarni tashlab qo'yib, nimaga kelaylik qarindoshlar? Ustalga kelib chiroyli so'zlashaylik. Onodaki o'zang, mesela biz bayonot berib, bunda qilamiz degan vaqtimizda o'zangni qilamisanlar, o'tkazinglar bizga, biz qila olmaymiz. Biz qilolmaydigan ishlar bo'lsa, sizlarga o'tkazibmiz. Bilamsizlar, shu bugungacha bu Salih Xudoyor qerinchimiz tashqi ishlarda shu ipmingvatdi, biz bek kuchimizsekmi, ishchini o'ngsak bo'ldi, teshidi Salih va deb shunda ko'nglimiz to'qdi bizdan. Shunchalik ko'nglimiz to'q o'tiradi. Aman yoki palanchi Salih yordam shayli, ama inisiyatifni qo'limizga olmayli. Biz ishchi markaz shayli Salihlar teshini yaxshi qilyapti deb o'tiradi. Ama bu bombada qarindoshlar juma, bu Amerika bilan Kanadaga bir qitim berib kelgandan keyin bu qadar qilib ketmanglar. Ya'ni bu qadar qilib ketmanglar deganim bizga atadorchilik qilinglar degan gap emas. Bu endi qo'ysin. Bu bir qitim Kanada bilan Amerikaga berib bunda nimaga bunda bearam bo'lsanglar biz jiq barimiz. Endi boshlanadi juma ishlar. Soldu kildim burunsundan öpkenli yerilip jürgenli etilip ketip kalmışsın. Şuna qarindoshlarım. O'ngda bo'lsak o'ngdek bo'laylik. Bir tarafning adam bo'lsak bir tarafdek bo'laylik. Biraz ahli selim bo'laylik qarindoshlar. Tamam? Hammalar Allohga emanet qarindoshlar. 26-yillar ko'rishguncha aman bo'linglar. 26-yillar yig'inda hamma tashkilotlar, hamma taraflar inshaalloh yaxshi munozirlashib, muzokara qilib, inshaalloh o'ng tarafni yetaklab mangadigan bir hamkorlik shakllantirish nasib bo'lsin inshaalloh. Hammanglar mas'uliyatimizni va og'zimizdan chiqqan gapning nega borligiga diqqat qilib, tashkilotlarga munosabat, xalq bilan bo'lgan munosabat nega bordi, qanday bo'ladi, biraz diqqat qilib gaqilaylik. Hammalarni biraz sabrlilik bo'lishga, qo'saqni kam tutishga ve mesuliyetçen bo'lishga chaqirman qarindoshlar. Hammalar bir xo'shlashishdan burun boshqa gapni bir davatday. Nim bo'pti? Bundaqisi bo'laverdi deb ma'vu nimalarga shapaqchilarninkini xilo yaxshi ko'tardik, ya'ni Nobel podak ko'tarish nimasi mukofoti olsa bizning soldagilar hech kimga tatqizib qo'ymaydi-ku uni. Belki Türkiye'deki AKP'liklerge tatkozub koyuşu mümkün. Bir rakip şu, bulması başka rakip yok ya bizge. Şunda bozumu, ahirse bir istifa başlandı. Nuri Türkel istifa verdi. Hem de Dolphin Aysam'ın istifa berişi gerek. Ama o yeni ahirgatçı özünü oyladı, nimini oylamadı. Teşkilatını oylamadı ve milletini oylamadı. Birbirisinden berbat bayanatlarını verdi. Tekimiye resmi alıp, tekimi söylemiz. Kocada bu, eğer bunda olsa. Yani bütün millet süpütede hemimizden nimisiga bir dağ düştü. Ama Allah'tan mevkeni dinimdek ondan imzanı jig'ib bular bizga vakillik qilmaydi deb ekanmiz. Shu ishni qilyapti ekanmiz. Endi o'ng taraf sizlar u ma'ning videosini manchadan ko'ribdi, aninkini mandaq qilibdi, ma'niga chidimidiq, aniga nim qildik emas. Uzunga qaranglar, oldinlarga qaranglar. Yo'lning ayiqiga qaranglar. Naning yo'li ichilyapti o'ng tarafga. Mushu cho'kishlardan keyin bizga men akuni deganimdek bir fursat emas bu, majburiyat. Sharq Turkiston masalasida bu Uyg'ur degan mana bu markani poq qildi, bu cho'kidi. Buni saqlab qilish biz uchun bo'ynimizdan burchi bunodikin o'ngdikilar uchun, millatning oldida vatanniki. Shuning uchun miyoqqa qaranglar, miyoqqa markazlashinglar, qanday qilib bu yerdan bu milletning peshonasini oq, beshini tik qilib qanday achkitimiz bu yerga markazlashmamizlar. Hammamiz shu yerga markazlashaylik, diqqatimizni shu yerga beraylik. Shunga
Bu bir fursat emas qarindoshlarım. Yana bir qitim dey. Bu bir mecburiyet bundan keyin. Çünkü bu hozirgacha bütün hem bilan bo'lgan yig'inlari, pilavlari keyni-kendan amaldan qoladi. Qilyapti hozir. İnediğinin işçide bunu sözlüş buludan pulunu kesem de qanday qilamiz. Onun ki yana bir vekşi yeri Julia Millsap degan qiz Nuri Turkiyaning yana bir ism bilan nima Grace ismi. İsim bilan yana bir telefonda bu qiz bilan apaq-chapaq vaqtida boshqa bir qiz chiqibdi-ki Nuri Turkiyal menga jinsiy parakanchilik qildi deb. U qizni bosirish uchun boshqa qizni ma Julia degan qizga yana boshqa bir telefonida xat yozibdi-ki sen tahdid ishlat, uni e'tiborsizlashtir, obro'yini tusha, undaq mandaq qil deb mesaj yozibdi-ki uchur. Bu Julia degan qiz shu uchurlarni oshkorlayapti. Yani Nuri Turkiyalning uningga yozgan boshqa ayollarning obro'yini qanday tushirish to'g'riliq bergan ta'limlarni oshkorlayapti. Shuning bilan istifa berdi Nuri Turkiyal. Ama bu başta dediğimde bu yetmeydi. Eğer Uygur kızlar çekilgan olsa bunun ahiri türme oluş gerek. Ve kartellikler bilen bir bol bir su yap koyuş gerek bunun kartellikler türmenin işçiliki. Şuna kıyırındaştırım. Aldığı çıkınlar biz hazır bu işleri merkezli şeyle Uygur kızlar şuların ayak hukukunu koğdaylı aldığımızda on taraf kanda çıkımız aldığa kanda bu boşluğunu doldurumuz. Müşahede merkezli şeyle kıyırındaşlar. 26-cıslar yaxşı inşallah eminəsin oçuq sözüşümüz Allah kalırsa biz bugün güçe sabır bilan tutduq. Bir iş ketdik. Bu bizde bir cevap verdik ayaga gap qo'ydinglar. Yana bir narsani qo'ysin. Bugunkisi Tumaris xonim bo'lsin yoki men bo'lay. Qalqan juma bu. Bunu henüz meyli Tumaris xonim bo'lsin, meyli men bo'lay bugunki bizning neyimiz. Biz faqat qalqanni o'zimizga to'saqalli yerimiz var juma qilish chiqmadi texe. U yerga gapirib etmanglar. Bizga qarab o'qiyotganlar va qalqan chiqarishga majbur qilamiz shunda. Boshqa yerga gapirib etmanglar inshaalloh. Shuning uchun qarindoshlar, men Allohga emanet, o'ng tarafda umid kutgan barliq qarindoshlar 26-yillarni sabr bilan biz kutgandek sizlarni kutinglar. 26-yillardan keyin bir natijasi chiqadi. Alloh xolisa shu yerda qarindoshlarga bir xush xabarlarni yetkazishga nasib qilsin Alloh xolisa. Hammalar Allah'a emanet. Bugün müşüncilik olsun. Anladığım bütün İngilizce medyalarga yamraşkı başladı o haber. Yani bunun işi asasen okşadı. Tez bulayla qarindoshlar. Malının bu hata bayanat, bu krizisini bunda boshqaramaydiganligini o'ylamabdi ve men istifa berdim deb tushib ketibdi boshqa birsini chiqarsil tugaydi qayish. Bunu o Dolqaysa chiqargan nijosetni o qurultayı bütün yüz gözüge sürkep hazır astımızdan üstümüzge hemmimiz şapaq bizning degandek bayonotni bir verib o'tiribdi. O'ng tarafdagi tez bo'layli biz kutgandan baldur cho'kib ketgan o'xshaydi bu kalvalı bilan. Tez bo'layli tez. Ma bu millet teşkilatsız davasını etmadigan teşkilatsız qoladi bunda mansa. Şunu tez bo'layli. Hamma Allohga emanet qarindoshlar. Mush vaqtimlar xayrli bo'lsin, ko'rishguncha omon bo'linglar.